Rus blogerlari o'zbek va tojik migrantlar yaxshi edi degan mazmunda ommaviy videolar qilishni boshlashdi. Также я знаю, что меня ценят в Узбекистане. Вот наши братья, узбеки, таджики, которые у вас работали. Gap shundaki, O'rta Osiyo migrantlari o'rniga ularga Afrika va Hind migrantlari olib kelinish boshlandi. Lekin bu migrantlar ular o'ylagandan ancha boshqacha bo'lib chiqdi. Hindlarda 13-15 yoshli qizlarga tekajonlik qilish oddiy holat bo'lib qoldi. Lekin kuni kecha bir hind 13 yoshli qizni 7-qavatdan tashlab yubordi. Bu ruslarning oyoqqa turishiga va hindlarga qarshi ommaviy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Русским языком говорю, блядь. Принеси таких 10 штук. Understand? Understand, Gail. Ochig'ini aytganda, bizni muhojirlarga qilingan qo'pol muomalalardan keyin hindlarda bu qilayotgan ishi hali ruslarga kamdek. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan deyishimiz mumkin. Yana bilmadim, siz nima fikrdasiz? Kommentariyada suhbatlashamiz.